Dunyoda rizq topishning o'zi emas, balki uni halolligi va asl ekanligi ham katta ahamiyatga ega. Bugun ijtimoiy tarmoqda bizni videolarimizdan foydalanib 1+1 yoki arzon narxda 259 ming so'mga xonimon sotib oling degan reklamalarga ko'zingiz tushyapti. Bu aniq. Bu qalbaki mahsulotlar, azizlar, ehtiyot bo'lasiz. Buni ichganingizdan keyin sog'lig'ingizga nojo'ya ta'sir qilishi ham ehtimoldan xoli emas. Eng qo'rqinchli tarafi, bu sotganlarni keyin hatto topib olmasligingiz ham mumkin. Agar maqsadingiz asal yeyish bo'ladigan bo'lsa, unda bozorga borib sof asal sotib olib iste'mol qiling. Agar maqsadingiz davolanish yoki shifo topish bo'ladigan bo'lsa, unda bizning mahsulotlar, ya'ni 14 xil giyohlar qo'shilgan asal xonimon mahsulotlarini sotib olishingiz kerak bo'ladi. Men shaxsan o'zim Turkiyaga borib, xonimon mo'jiza MTJ orqali O'zbekistonga olib kelinayotgan xonimonni Turkiyada qanday ishlab chiqarilishini shaxsan o'zim borib kuzatdim va nazoratga oldim. Xonimon mo'jizaga ishonch bildiraman. 55 kodli 578 telefon raqamlari orqali asl mahsulotlarni sotib olishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'lig'ingizga hech qachon beparvo bo'lmang.